Menimcha bu so'zni siz aniq bilmaysiz, chunki bu so'zni men ham yaqinda o'rgandim. Hech shu haqida o'ylab ko'rganmisiz? Bizda maktablar, ya'ni 1-sinfdan 11-sinfgacha tekin education, ya'ni free education, bolalar hech qanaqa pul to'lamaydi, ota-onalar ham hech qanaqa pul to'lamaydi. Government, ya'ni davlat tomonidan qoplab beriladi. 11 yil davomida tekin education, tekin ta'lim oladi bolalar. Xo'p, mana shu sistemani nima deydi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Shu qanaqa desa bo'ladi? Даже o'zbekchada ham kelmayapti. Tekin ta'lim, davlat tomonidan qoplab berilgan ta'lim. O'zbekchada ham hattoki men bilmayman, lekin ingliz tilida shu so'z bor ekan. Buni comprehensive schooling derkan. Comprehensive schooling. Sizlar yana qanaqa ingliz tilidan tarjima qilishga qiyin bo'lgan so'zlarni o'zbekchasi yoki inglizchasini bilasizlar? Bilsanglar kommentga yozib yuboringlar. Bu men uchun juda ham qiziq. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing va menga obuna bo'ling. Bu men uchun motivatsiya. Sizlardan hech nima ketmaydi, lekin men sizlarga yana foydali, qiziqarli videolarni tayyorlashim uchun menga motivatsiya bergan bo'lasizlar.